Xitay ئىگىلىك ھوقۇق تەلەپ قىلىۋاتقان تەيۋەندە جىددىيلىك كۈچەيمەكتە. ياپونىيەنىڭ سابىق باش مىنىستىرى شىنزو ئابى ئەگەر خىتاي تەيۋەنگە ھۇجۇم قىلسا، ياپونىيە ۋە ئامېرىكا بۇنىڭغا قاراپ تۇرالمايدۇ dedi. شىنزو ئابى تەيۋەن ئاقىللار ئامبىرى دۆلەتلىك سىياسەت تەتقىقات ئورنى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان يىغىنغا سىن شەكلىدە قاتنىشىپ، سۆز قىلغاندا سىنكاكو، ساكىشىما ۋە يوناگونى ئارىلىنىڭ تەيۋەن بىلەن بولغان ئارىلىقى ئاران 100 كىلومېتر كېلىدۇ. تەيۋەنگە قىلىنغان قوراللىق ھۇجۇم ياپونىيە ئۈچۈن بىر تەھدىت dedi. Amerika hava armiyasının katibi Frank Kendall, Amerika və Xitayning ovoz suratidan tez qurol-yaroq tadqiq qilib yasashda raqobatlashayotganligini, lekin Amerika armiyasining Beijingni qo'rqitadigan qurollarni taraqqiy qildirishga yetarli kuch chiqarmayotganligini bildirdi. Ukrayna Tashqi ishlar ministri Dmitro Kuleba Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti davlatlarining Ukrayna bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Rossiyaga qaratgan iqtisodiy jazoni o'z ichiga olgan oldin olish plani tayyorlashni talab qildi. Kuleba Latviyaning poytaxti Rigada o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Ahdi tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'inining Rossiya to'g'risidagi yig'inida 30 ittifoqdosh davlatning ministrlari bilan ko'rishdi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mariya Zakharova poytaxt Moskvada o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika hukumatining Rossiya diplomatlariga viza ilishdiki tug'dirgan qiyinchiligini tanqid qildi. Zakharova bu masaladagi qiyinchiliklar tufayli qarshi tadbir qo'llanishni qaror qilganligini bayon qilib mundaq dedi. Moskvada turayotganiga 3 yildan oshgan Amerika diplomatlari 2022 yili 31 yanvargacha Rossiyadan ayrilishi kerak. Angliya tashqi axborot mulozimat organining mas'uli Richard Moore Rossiya bilan Xitoyning sun'iy idrok, kvant kompyuter programma tuzish va birikma biologiyaga nurg'un mablag' solganligini va ularning bu sohada taraqqiy qilganligini bayon qildi. Moore BBCning ziyoratini qabul qilganda Angliya uchun eng chong davlat bexatarlik tahdidini Xitoy, Rossiya, Eron va xalqaro terrorlik deb ko'rsatdi. Angliyada 10 milliarddan ortiq kishining surati bor sonliq ma'lumot ombirining borligi oshkorlangan Avstraliya yumshoq detal shirkatiga shaxsiy sonliq ma'lumotga xiloflik qilganligi uchun 17 million fond sterling jarimani qo'yildi. Yavroopa İttipaقı Uyg'ur qirg'inchiligi sababli 4 nafar Xitoy amaldori va bir shirkatga qo'yilgan embargolarini uzartdi. İgilinishicha, kelar oyning 5-ida rasmiy ma'qullangan bu qaror 2020 yili 12 oyning oxirida imzolangan Xitoy Yavroopa mablag' selish kelishimiga ta'sir yetkazdi ekan. Yavroopa İttipaقı doiralari bu qarorning Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishiga qarata chiqarilganligini e'lon qildi.